Hozirgi kunda har bir xonadonda kamida ikkita mashina bor. Mana shu uy ichiga 3 ta, 4 ta mashina sig'adigan hovli kerak deganligi juda ham mos uy. Manzilimiz Sergeli tumani, orientir Nurafshon ko'chasi, katta ko'chagacha 600 metr chiqadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga tanishtiradigan uyimiz 2 sutik, 5 ta xona plus hol tayyor kirasiz, yashaysiz. Bu uyimizni tashqari tomondan ko'rinishi, fasad, ichkari hamma joy travertin qilingan. Yo'liga bemalol 4 tagacha mashina qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar 3 ta mashina qo'yib, bu yoqqa tapchan qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda mana zamonaviy rakvina qilingan. Uyimizga kirish eshigi asosiysi mana shu. Kuxnadan ham tashqariga chiqsanglar bo'ladi. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Qaranglar. Zelenoy zonasi kattagina. Unumli foydalansanglar bo'ladi. Uyimizda ikkita kuxna bor. Ichkarida hamda mana tashqarida mana letniy kuxnyamiz. Uyimiz bonus qilib olgan odamga gaz plita hamda umuvvanlik qo'yib beriladi, hozir qo'yilmagan. Bu yoqda mana hojatxona plus kotelni qilingan, ichida do'konturning kotel o'rnatilgan. Mana bu oshxonamiz, oshxonadan tashqaridan ham, ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Qaranglar, zelenoy zonasini va unumli foydalanib, rayhonlik qo'ysa bo'ladi. Endi bu yoqda hozir chim. Ana endi kelinglar, uyimizni ichkarisi bilan tanishamiz. Qani, ketdik. Kirganimizda bu yoqda mana hol keladi. Holda kun davomida choy ichib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Qaranglar. Shohona lyustra ilingan. Holga bu yoqda mana venetsiyankalar qilingan. Kafel, to'pli polda siydi. Bu yoqda birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Hamma sharoitlari qilingan. Yo'qda mana kuxnya. Kuxnyamiz. Mana tashqariga ham chiqsa bo'ladi kuxnadan. Podvalga uy ichidan tushamiz. Mana bu yoqdan. Mana podvalimiz katta xona qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda birinchi qavatdagi zal. Zalimiz. Ana endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilib so'zlashda zinani oldiga oynalar qilingan. Chiroyli lyustralangan. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda ozgincha mana mexki zona qilib qo'yadigan joy bor. Har bitta etajda masalan domofonga joylab qoldirilgan. Bu yoqda mana детский spalni, to'pli polda siydi, plus mana batareya o'rnatilgan. Uni ro'parasida ham xuddi shunaqa детский spalni. Mana yorqin aboylar ishlatilgan, oppoqqina eshiklar. Mana bu yoqda zal, ikkinchi qavatdagi zalimiz. Mana bu yoqda ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel, hamma sharoitlari qilingan. Mana bu родительский spalni, kattalar yotoqxonasi. Kattagina spalnimiz. Ichida o'zini sanuzeliga ega. Bu 2-1 sutik 5 ta xona plus hol, podvallaridan ikkita kuxnya. Narxi 170 ming deyilyapti, yana kelishtirib beriladi. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni uy qidirgan yaqiningizga yuborib qo'ying. Rahmat.